Jasur nima qilib oldingiz? Abdulbar aka, bugun 74 bosh qo'yim kelgan. Ha. Ma'lumotlarni berib o'tamiz qo'ylarda. Ha. Xo'sh. Bugun kanalingizda eng arzonini men qo'yaman. Yo'q. Ishonmaymi? Aka, ishonavering. Yerimdan bitta qilmasam Jasur otimni boshqa qo'yaman. O'ylab o'taymi? O'ylab ko'rsating. Ko'rsataman mana. Qo'mashlar. O, aktabjiyalar. Dalada, dohilda baqib yuribmiz. Jasur ukam bugun qo'ylarni sindiraman deyaptilar. Sindirib chiqani. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. O'sha buni nima qilib oldingiz? Abdulbar aka, mana shu tug'adim tug'maydimi? Qo'y soatini juda bunaqa bilmayman endi. Buni omachilar farqlatdi, omachilar shu qo'yimiz. Bo'g'adi, bu qonunni qarang. Eplab olmayapti. Yo'qdan. Assalomu alaykum kanalimizga obunachilar. Xudo xolasa qo'ydi ishqozlariga sutga to'ygan sari qo'ylardan yetib keldi. Soni 100 bosh. Akalar. Bari qo'shqar demayman. 18 ta sog'lig'i barchada. Bo'ylari 70-75. Toza simjon sarilardan 5 oy 6 oylar bo'lib qolganini haqiqiy sutga qo'yib bo'h bo'lganini yetib keldi akalar. Video boshidan like bosib Jasur ukamiz chiroyli qilib qo'llab-quvvatlasalaring narxlar bugun sindirib beryaptilar. Mana buni qo'zlarga qarang akalar. Haqiqiy zo'rlardan yetib ketdi mana. Uchi vaqa. Mana. Onu qo'ylarga mashalloh deb like bosib aka havas qilganlar uyga kamida 50 dan 100 dan bo'lsin. Sariq deganiga sariq, qora degani qora. So'lig'imi qo'chqani qizig'i ko'rsatinglar. Hammasidan bor, xudo xolsa. Dangillab turganda. Qachon keldi bular? Jasurbek. Kecha kechqurun, kecha ertalab keldi Abdulbar aka. Ketdim mana. Kecha ertalab. Bugun narxlar sindirasizmi? Bugun narxlar yerimdan bitta qilaman ana. Eshitdilar. Narxlar bugun inasini. Narxlar bugun sindirib pachaq ko'rar ekanlar, shuni olmoqchilar. Video boshidan like bosib turinglar. Bugun like haqiqatda sindirar. Bu shahdorlar ham o'ta suyayli bo'lacha qo'ylar ekan akalar. Hop buni yosh oylar qanaqa? Yosh oylari aytib hozir. 5 oy 6 oylar. oylar. Unaqa 3 oy 4 oylik qo'z emas. Videoda qanaqa ko'rinyapti? Bay xolsas ko'rib kelgan yetmaydi baribir. Ovanga. Akalar, mana qo'zlar nima deyapti? Barak ama qo'chqarni qarang, jonivorni. Asalta bu, buni dang, bu turshini qarang. Qulog'i butun. 80 chiqar bo'yi. Endi o'lchamlaganman. Mo'qora. Yo'lom bo'lyapti. Mashina qo'yiladi, pulida bermaydi haligi. Narxida biz aytgan narx umuman bermaydi. Ha. Akalar, 5 oy 6 oylik qo'zi. Ha, o'shancha bitta. Voy, mashalloh, sog'liq qarang, nima deyapti? Bu odam bemalol sentyabrga borib qo'chiradiganini yetib kelibdi akalar. Bu badan. Badanini qarang bu jonivor. Badan nima deyapti? Mashalloh. Akalar. Yaylovda xudo xohlasa qo'ylarimizni bayapmiz. Yana 10-15 kunda bug'doylar o'rilib, chiroyli qoladi. Qo'ylarimiz mazaq o'tlab, bo'kib mazaq yuradi. Uyingizni ham yaylov, 10 tondan olib qo'yib, mazaq baqib yuradigan jetidan. Mondaqa ularimiz mazaq baqib yuradi, ko'cha to'pda yurib. Mana. Mondaqa bolalar. Aytam. Abdulbar aka, biz tanlab bersa qara. Obunachilar kelib o'rtasida mana bo'lsa 4 milliondan ketaveramiz. Agar o'zlar tanlab olishaman desa 4 million 200 dan. 4 million 200 dan. 4 million 200 dan. Kuponga sot berasizmi meni? Kuponga sot beraman. Qo'l baraka. Ishlar. 4 million 200 dan tanlab olish 4 milliondan optima ketaveradi. Mana jullilar 10 talada bor. Akalar, bular 3 million. Voy Abdulbar aka. Ketaveradimi? Men qarangda, hammasini olishaman desa 3 million 900 dan ketaveradi. Ketaveradi ya. Hammasini olaman degan odam. Ishlar olmoqchilar. Bunaqa piyar emas. 6 oy 5 oylik qo'zilar. Akalar, 6 oy 5 oylik qo'zilar. Uyingizda maza qilib, yangi tayyor bo'lib qolgan deyarli. To'g'lolari ham shu qo'chqor bo'lib qolgan. Uyga borsangiz, mana ekoylarga bemalol qo'chaveradi. Akalar. Voy, qo'ylar, dunbahini qarang ham Abdulbar aka. Kedimmi? Unaqa bachkanasi yo'q. O'ta zo'r. Mana qaranglar. Qo'ylar qachon kelgan? Qo'ylar kecha ertanman kelgan. Kecha ertan mana. Soat nechta? Soni 74 bosh. 74 bosh yana akalar. Abdulbar aka, 16 ta qo'chqar, qolgani 16 ta so'g'liq, qolgan hammasi qo'chqar. 16 ta so'g'liq, qolgan hammasi qo'chqar. Akalar, 16 ta so'g'liq topib qo'ysangiz mazza baqasi yuzi. So'g'liq deyamlar, harom emas, dangillab turganidan.
Dangilay turgandan ha. O'tda zo'ridan. So'lga ko'rdik, obunachilar ko'rib o'zlar baho beradi akalar. Bu sarig'imiz ham so'ra, yarchikasidan. Maza qilib, bo'g'daylar ham shishib qoldi. Voy Abdulbar aka, oldin aytganman-ku. 100 mingta qilsa bitta qo'ysa ekenga deb qilisha olmadi. Yana bittasini qilaymi aka? Qancha? Mana hamsi. Ha. Necha mingta bo'ldi? Rashidan gapirim. 8600 ta. 8600 ta. Ha. Yana aka, aytdingiz bomba qilib 10 mingta qilsa ketaveradi aka. Lo'z. Bitta qo'ya? Bitta qo'y ketaveradi. O'zi? Lo'z. O'zi tanlab berasiz? O'zim tanlab beraman. Obunachilarga. Qanaqasidir jalali. Endi sut qo'zlarni tanlayapsan, unda qilardan. Yo'q, unaqa emas, aka, dangillaga haqiqiy zo'rida. Qo'chqarmi sonsallar, qanaqa tanlab berasiz? Qo'chqarmi, sog'liqmi, qizig'i yo'q. Qanaqa tanlab berasiz? Aktivni yaxshi qilib, aktivni bomba qilib. Obunani ham bosib, layklarni ham bosib tursa bo'ldi. Ketaveradi bitta shu 10 ming to'ladak tezda obunachilar. Obuna bo'lib, qiymat pul so'ramaydi. Laykni bosib, mana shu yosh cho'ponimiz obuna qo'yinglar kelar. Bitta qo'y, naqa bitta qo'ylab olasizlar qisqasi. Qo'chqarim so'lim o'zlaring kommentga yozib ketinglar. Va videomizda kamchilik bo'lsa, uzr oldindan, kamchilik bo'lsa yozib ketinglar kelar. Buni oldi tushlari ham o'ta qulay. Arzon qo'ylar Abdulbari uzda bo'ladi. Eshitdilar kelar. Buni kallalarni. Garbonoslar cho'chchi. Buni ko'k bilan sarig'am yarichga sog'lig'imiz. Sog'lig'im. Mana buni ham sog'liq. Sariq. Hammasi o'z sog'liqlar qo'chqarga tayyor bo'lib qolibdi. Ikkoyda bemalol qochib 10 yil, 15 yil bola olaveradi. Xotirjam akalar. Mana. Ey Abdulbar aka. Yana yaqinlarda qo'chqarga qo'shadigan payt bo'ladi-da. Ana shunda zo'r qo'ylarimiz bor, katta qo'chqarlardan. Ha. Xudo xohlasa zotqa-ya? Zotqa. Nechta? Zotqa endi 200 ta Abdulbar aka. 200 ta. Xudo xohlasa keladi, yaqin orada kelib qolaman uni. Yarishkalarimiz ham qonlari shib, bemalol bo'q qilib yasib qo'yiladi. Ko'chada bunday qiliblar, to'pda yurib, mazaq baxt qilyapti akalar. Cho'ponlar mana dalada o'zlari baqib yuribdi. Xudo xohlasa.